Yotdim. Busy değil mi? Hepsi yemegan sirda egadi. Urovingga keladi-ku. Sопротивление kelganda, ma'nisi A bo'lar ekan, ikkinchisi B bo'lar ekan, uchinchisi C bo'lar ekan. Birinchisi kelib qaytishi 100% ishlar ekan. Ura olasan? To'g'ri urgan. Daftarimni ochib oling. Yaxshi. Tak, tamam. Tizib yozib ko'rsa qo'ying. Necha kishi o'tiribdi o'zi? Qolganlar yo'qmi? Hozircha 5 kishimiz. Ha, yozilyapti. Ha, yozilayotgan ekan. Bu urovingga keladi-ku, urovingni yorib o'tgandan keyin qaytib retest ekanda bu o'zi asosan. Choch bo'lgan holatidan keyingi qaytib kelishda shundaymi? Shu asosan shu trend yaxshi chiroyli trend tushayotganlarda ishlaydigan narsa ekan. A bo'lar ekan, B urilar ekan, C urilishi mumkin ekan, D gacha urilishi mumkin ekan. 100% degani A ekan. Birinchi urilganda qaytar ekan. Ikkinchisi B ko'p holatlarda mana A dan pastroqga, mana order bloki bo'lishi mumkin ekan, mana bitta imbalansi bo'lishi mumkin, bundan bo'lishi mumkin ekan. C'si ko'p holatda manipulyatsiya bo'lib, mana A'ni likvid, mana shu tepadagi likvidlarni olar ekan ko'p holatlarda. Disi bo'lsa, mana shu disi kamdan kam bo'lar ekan, o'zi A'ni o'zini kutinglar bo'ldi deyapti, shogirdlar ham. Mana B, C deylar, anaqa bo'lmaydi deydi. Xo'p, A 100% ishlar ekan, B esa 50-50 qaytishi mumkin ekan, yorib o'tkazishi mumkin ekan. C esa ham 70% ishlar ekan, D esa ham 50-50 ekan. Bu nima endi bu? Qachon ishlaydi, qayerda topamiz? Bu asosan buni anaqasi yordamchi qarshilikni 05-06-18 zonalarga Fibonacci tortganimiz zaman keladi-ku, anaqasi mana shu urovingga to'g'ri kelib qolsa, breaker blok bo'lsa, mana bu yerda yorib o'tganda breaker blok deyiladi, impuls bilan yorganda o'sha liniyaga, o'sha сопротивлениеga qaytganda-da, qarshi trend liniyaga to'g'ri kelib qolsa, mana bunda trend pastga tushayotgan bo'lsa, misol uchun, bu aylanib, endi bittada mana bunaqa bitta switchda kelgan emasda, bu aylanib qaytib chiqib, mana kelganda, mana shu trend liniyalarga kelib qolsa, misol uchun mana A'si mana shularga yoki C'lar kelganda zo'r ishlab beradi. Endi ko'p men bu narsaga unaqa ishonmadim. Ko'p stop ham yeb qo'yadigan joyiz bor, deyapti buni.
qanaqa stopimiz misol uchun kelyapti va C'sida misol uchun yoki mana bunda E'da keldi misol uchun mana bu yerda A bo'lyapti deb misol uchun selga ochasizlar deydi. Bunda chiqib ketib qoladi deydi. Bu chiqib ketgandan keyin mana buni anaqani yordi deb o'ylaymiz deydi. Сопротивление yordi bu anaqa o'zgardi endi trendga deydi. Bu qaytib kelganda mana bu yerda long ochiladi deydi. Сопротивление yordi, qarshilik bo'ldi, long ochiladi уже. Long ochiladi deydi, pastga tushib ketib qoladi deydi. Bu nima kerak endi bu qachon ishlab beradi bu asosan mana bu trend liniyadagi kelganda qarshilik oddiy unaqa сложный narsa emas bu unaqa ABCD strategiya deydigan narsa emas ekan. Misol uchun по-любому o'zi klassическийda kelib retest qiladi-ku. Просто esa 100% ishlaydigani buni ham qatdan qatgacha misol uchun olib misol uchun anaqada kesadi misol uchun kiritsa qatgacha chiqiladi desa xuddi o'sha anaqani bo'yicha trendda mana Fibonacci tortardi-ku. Fibonacci tortib misol uchun minimumdan maksimumga tortardi. Korreksiyasi mana 0.618 kutiladi. Buni ham qo'yilgan. Misol uchun mana 0.618 kutib keyin buni chiqargan joyingiz naborot deydi. Turib take profit mana garant mana bitgacha birinchi prognoz mana xuddi shu trend liniya anaqasi ekanda. Bu bizga nima beradi bu? Endi menimcha buni anaqasini oladiganimiz misol uchun mana AB'sini olish kerak. Agar 2 marta 3 marta qaytib kelaversa mana shu ABCDni qo'llab ko'rish kerak ekan. A'si 100% birinchi qaytadi deyapti, B'si E'dan pastroq bo'ladi. Mana anaqa kelganda mana shu order blok yoki imbalansidan qaytib ketadi B deyapti. C'si 3-marta kelganda mana buni likvidlarni olib qaytadi deydi ko'pincha deydi. D'si 50-50. Bu ham yorpam o'tkazish mumkin deyapti. Mana B'si ham o'zi 50-50. Mandan qaytmasa bu yorpam birinchi tepaga chiqib ketadi deydi. Bu deyapti ishlamaydigan holatlar asosan mana razворотlarga kelib qoladi-ku, сопротивление pastga qarshilik urovlar bo'ladi-ku, misol uchun. O'sha yerlarda ishlamay qoladi ko'pincha. Atak tushayotgan trend, misol uchun mamlakat qilib tushayotgan trendlarda bu yaxshilik. Supportga kelib qolsa bu yerda уже разворотный narsa bo'lib qoladi-ku, model bu yerda W anaqalar bo'lib yorib chiqib ketadi. Bu yerda ishlamaydi. Bu asosan trend pastga tushib kelayotgan joylarda o'shalarda kuzatiladi. Keyin grafikni ochib o'tirdi, o'tib keladi. Zo'roq chiroyli chizib bergandan keyin narsa topolmadi hech kim. O'zing topib berdi-su, masalaga ishlamaydigan holatlarni topib beraman. Ishlamaydigan holatlarni topib berdi. Kulduki. Yana shu strategiyamiz. O'zi darsam bo'lmadi, kecha ham shuni 10 minut tushuntirdi, 15 minut. Mashinaga bo'ladi. Tushuntirdi. Chiqib ketay. Olaman. Nima deysiz? Yetim svechani. Yo'q, ular hali o'tmadi. Endi shu yetim svecha bilan ko'yan patron qoldi, menimcha darsi boshqa yo'q. Buni bir gapirish kerak-da, Donor aka. Bir jonliroq narsa o'rgat, bir foyda qiladigan narsa deb aytish kerak. Ya, o'zi hozir mana anaqasi live qilyapti-ku, ko'ryapsizlarmi? Telegramda tashlayapti analizlarni. Analizlari o'zi kirayotgani faqat kuzatinglar, qayerda kiryapti, nima qilyapti. Mana shu boshida o'tilgan 5 ta dars bor-ku, 5 ta. Faqat shu trend liniya, mana bu support, mana bu candlestick bo'ldi, mashlar bilan kiryapti. Razворот kutyapti. Misol uchun mana bu W qildi, Fibonacci tortyapti, mana bu anaqasini
qarshiligidan yorgani qadar svechadan Fibonacci tortib o'tdi. Kirib, manplay kelsa, razgon qilib tashyapti. Bosib bo'ldi. Ya u yana nimadir biladi, просто hech kimga aytmaydimi deymanda. Yo, unaqa Ketadigan narsa. Unaqa bekitayotgan narsasi yo'q. O'zi misol uchun ochib mana любой bitta analizini ko'ringlar, qayerda nimaga asoslanib kiryapti. Fibonacci tortib ko'rsa, korreksiyasi, trendni anaqasi korreksiyasi 2-3 ta anaqa olyapti-da, u yerda. Razgonlarni Doniyor aka bitta kuzatimda 5 minutlik anavi trend liniyani buzgan anavlarga ishlaganmi? 5 minutlikda ishlayapti faqat. 5 minutlikka trend liniyani buzgan anavlarga ko'rganda, kirganda. Mana 5 minutlikda bundoq tushib ketyapti-da, mana shu yerda bundoq anaqa qilib W anaqa qilmash trend liniyadan chiqqandan keyin уже bosyapti. Qarashani ko'raylik. Mana oxirgi ham qarasangiz 0.5 zona imbalans deb tayyorlagan-ku. Ana shunda bitta ko'ringlar hozir qaysisida kirgan ekan nimada. Ana shunda order blokdan bosib tashlaganda. Hozir ko'pasi qani o'zi. Bugun imbalans teorim 0.5 zonadan kirgan ekan. O'shanda Pashta order blokni o'zidan olgan hammasini. Qarang. Mana bugun euro kattan olgan ekan-da. Ha. Bugungi o'shami? Ha. Grafik ochilgan. Order blokni bosib tashlagan. Hozir ko'ramiz. To'g'ri, order blokdan bo'ladi. Order blokdan bosib tashlagan. Unda oldingilariga ham qaragan vaqtim, bunda ham o'sha order bloklardan nimalardan bosib tashlagan. Men grafikim qani. Nimada kirib ko'rsanglar, bu qaysi ekan? $500 dan $2000 qilingan nima borku? Shuni kim qildi dedi? Yarmonov Og'abek dedimi? Shunaqa o'quvchisi bormi? Boshqa anaqa. 3 ta gruppa bor-da hozir bunda. 3 ta gruppa bor. O'shanda ham qarasangiz, u order bloklardan nimani bosganda, keyin o'shandan qayta o'sib chiqib ketib qolgan. Tak, 1.49 tak nechida kirgan ekan? 1.49.31 1.49.31 1.49 tak liniya tashkilomasi ketdi. Anavi nima ham? Avgust oyida o'qigan qirg'izistonlik edi-ku. O'sha ham razgoni order blokdan qilganda. Chunki order blok qanday narsa? Tochni joyda, aynan qaytish joyida, kichkinagina nima? Stop loss ham kichkina bo'ladi, lekin o'sha joyda qaytishi aniq-da. Misol trend liniyada ishonch yo'q. Qayerda nima, qachon nima bo'lishini, qaytish tochka joyi yo'q. Tak 15.25 15.25 qizil polni tushgan. Menda boshqacha ochyaptimi? Eurocat. Ya to'g'ri ochyapti. Qani men anaqasini second entry
Tak, mana bitta kirgan ekan mana zona. Yevropa 8,5da tushgan ekanda. Mana bu yerda kirgan ekan. Mana bu joylarda kirgan ekan. Yoki mana bu yerda kirgan. Ha. Mana shu zonalarda kirganda. Tak, mana 5 minutlik tushib kelgan. Eng pastda bitta order blokcha bor ekan. Nima bo'lib qolgan-ku? Uchgan yetim switchada ko'rinib qolgan. Bitta qizil bor ekan, qolgan ikkitagina dodji bo'lgan. Chaproq yuring, qo'lingiz to'g'ri. Mana. Chapda. Mana. Ha. Shuni? Flatcha yurib qolgan-ku, 3 ta switchga qarang. Mana aytasan. Shuni? Bu order flow o'sha poy qiziqish zonasi deydi-da, mana shu. Bu rovno 05 zona to'g'ri kelib qolgan joylar bor-ku, 3 ta switchga qarang. Mana ko'rinyaptimi? Ha, ana shu. Ana shuni polni soyalari bilan bitta liniya qilib tortsangiz, mana shundan reaksiya olib ketganda. Bu yetim switch emasda endi, chunki bo'yicha u likvidini olmasligi kerak edi-ku. Lekin bu SMCda o'sha poy zonasi deydi-da. SMCda poy zona deydi. Ko'p nimalarda ham ana shulardan reaksiya olib ketadi. Hop, mana shuni belgilab olgan deydi-ku, mana. Rost SMCda yaxshi o'qitgan ekanda, men o'zim olmagan ekanman. Hop, men kelib mana switchni analiz qildi deydi. Men paklashini qildi. To'g'rimi? Switchni o'zida. O'rayotgan. Ha. Shunday. Bundan bitta tortsa mana shu razmon qiladigan joy, mana shu yerda o'zi bosadigan joy buni. O'zi aytmoqman-ku, mana shu boshida o'zi 5 ta dars muhim dedi-ku bizga boshida. Mana shu 5 ta dars yaxshilab o'rganinglar. O'zimda men kirayotgan qalarini ham ko'pin qarayman, o'zi 5 minutlikda faqat shu razgon. Razgonda ham o'xshasa o'xshyapti, o'xshamasa o'xshamayapti. Yo'nda. O'xshagan zo'r. Qilishga pul bor-da, o'shaning uchun. Mana ani kuni 1200 dollardan ikkita shot yo'qotdi. Ertasi kuni 23 ming olib chiqib ketdi. Bo'ldi, u nima degani? Ani 2000 yo'qotganni 11 orq tikilib 23 mingni nima qiladi? Yana 1000 dollardan qilib 20 ta shot qilsa ham yana ishlayveradi-da. 20 tadan 5 tasi o'xshab bersa ham 20 mingni olib chiqqanda ham necha bo'lib ketadi. Men ana shu narsaga tushunmayapman-da. U o'zi broker bilan shartnoma qilib, u kreditni plichoni juda katta nima qilib olganda. Yo'q. Just forex ishlayapti. Yo'q, xo'p, o'sha bilan shartnoma qilib, o'sha plichoni o'zi kattaroq qo'ygan yo'qmiz, katta lot ochish uchun. Nima qilgan, so'rab olgan. Lekin bu summalar bilan uncha biz ochishimiz problema-da. Nega? Misol mana 1000 dollar deyapsiz, 20 ming olib chiqib ketadi bitta nima qilishda, to'g'rimi? Xo'p, necha punkt yurib bergan, u qancha katta lot ochish kerak, shunisi ham bor-da, muhim. Misol 10 lotlar bilan ochdi, ana boy tashaganda birinchisi qaysi biridir 10 lot edi. Ani kuni o'sha ana qo'zda ham 10 lot qo'yish kerak, adashmasam. Mana bunda ham birinchisi 10 lot ochgan. Out 10 lotdan tashqari ham yana nimalar ochib tayyorlagan-da, adashmasam. Mana gruppasiga tashganda out chfdan 10 lot ochgan ekan. Qolganlariga 02 ochgan. Nima ekan bu, qaysi qanaqa ekan? Buni ko'rsatmagan ekan broker. Boshqa anaqasini ko'ringlar. Boshqa analizlarni ko'ringlar. Mana out chfni ko'rsatib bergan ekan, mana Fibonacci 0,5 zonaga kelyapti. Fibonacci 0,5 dan tortgan ekan.
Tak. Outchita. И 500 dollarga bir lot ochapti. Tinta bo'lish kerak edi. Outchita H1 hozir netaylam. O'shan oldi. Ha, 0,12 10 lot и undan tashqari qarang, o'sha vaqtni o'zida, время o'zida yana 3 ta bir lotli ochgan. Keyin kichkina общий hisobda 13.8 nima ochgan. 13 lotu 80 sentli lot ochgan. Bu juda katta. Ha, qaranglar, mana bu ham o'zi qarshili zona bor ekan. To'g'rimi? Hozir. Ha. Qarshili zona bor. Trend ketdi, yordi. Tushdi retestiga. Fibonacci bo'yicha rovno 0,5 0,618 2 to'g'ri? Keldi. Nima qilyapti? Reaksiya bildiryapti o'zi. Qaytmoqchi. Bu yerda bitta buni o'zidan emasda, mana bunaqasiga ham trend topyapti bu. Tortib tushyapti bu yoqdan ham. Sochlarni tortib tushyapti. Bo'ldi, yordi, kirib bosib. Qani hozir depozitdan kirgan. Tak, mandan boshlab kirgan ekan. Mana men oxirgi maksimum manmi-ku. Mana menga Nickline tuzoladi maksimumga. Yordi. O'zi qoidasida qanaqa edi Nickline nazorat qilgandan keyin? Bu W deydi unda. Nickline yorib yopirdi mana sizga, to'g'rimi? Maksimum. Bundan karamni qo'shib suvchadi. Bundan o'zi qoidasida qanaqa edi? Men birinchi anaqadan maksimum minimumga tortardi. Bu yerda qanaqa kirish, nechta tochkada kirardi o'zi qoidasidan? Majburiy kirish bir. Ikkinchisi retest Nickline, to'g'rimi? Shunday to'g'ri. Uchinchisi 0618 05 imbalans order bloki oxirgisi. Bosganda bu. O'z darsi o'zim qatdan kirgan ekan hozir 1 minut. elli 931 bu vashing Nickline usti. 57 931. Bu darsim o'zi mandan boshlab kirgan ekan. Mandan boshlab kirgan. Switchni analiziga kirgan ekan. Switchni demak mandan boshlagan ekan. Fibonacci'ni men taklashini qilganda mandan tortgan. Mana mashqdan boshlab kirish boshlagan ekan. Taklashini qildi, keyingisiga yopdi, bo'ldi, bosgan. O'xshasa maza qildi. O'xshamasa yo'qotdi, bo'ldi. Bitta o'tgan temozda qaranglar, o'tgan temoz birinchisi nima? Switchnoy. Ikkinchisi trendlini nima? Misol uchun tushganlar ketdi, o'zgardi, ketdi. Shuni kutyapti. Fibonacci sotyapti. 05 06 18 kutyapti. Minimumda yanada minimumda maksimum keldi 0 zona manti qarshi zonani tuzyapti. Сопротивление mandan qaytgan. 1 2 3 4 5 marta yoryapti. Bab kelib retest qildi. Ana mana ABCD'si bormi yo'qmi? A B C D xullas men segan strategiyasi nima endi ABCD'si. Shuna strategiya. Foydasi yo'q ekan. Ha, unasan foydasi yo'q. Asosiysi mana 5 ta mashinasida, mana trendlini, mana qarshi zonalar,
kelyapti, razворотini kutyapti, mana bu yerda 5 minutlik trend liniyasini kesyapti, yoryapti. Yoki mana bu yerda switchni analiz taxminan kirib ketyapti. Bo'ldi. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'xshadi. Mana shu 2-3 ta tasdiq olyapti deb bo'ldi turib ketyapti. Na. Yo, aytishdi u. Razgonni qilayotgan vaqtim 7 ta tasdiq olaman deyishdi. Kim? 7 ta tasdiq qanaqa bo'lishi mumkin? Rosti o'zini og'zidan chiqqan gapda, o'zini. Endi qiyinlashtirib kursga qiziqtirgan ekanda. Bo'lishi mumkin. Qiziqtirganmi shunaqa? Keyingi hafta menga restoranga olib borish kerak, bir o'tirib yana suhbatini olaman. Hali olib bormadimi? Ya boy o'zi vaqti bo'lmayapti, o'zi yo'q odam. Maniki o'qityapti, ketyapti. Boy, okey, qachon vaqtingiz bor? Restoranga bordingizmi? Любой mahal. Keyingi haftani bir juft kunlariga obedlik anaqa qilaylik dedi. Vaqtingiz yetsangiz boramiz deb ketdi. Dedim yana bir. Televizga olib chiqdik. Muxlislar bor deyman-da, bir premyer qilamiz, gaplashamiz. Ha, shunday. Savolinglarni berib. Shunday. So'ragan narsalarni so'rab olasiz. Mana shu o'zi unaqa sложный narsa yo'q, o'zini anaqasi просто ko'ra bilish kerak, paytini shu. To'g'ri aytyapsiz. Lekin full marja bilan kirib olmaslik kerak ekan. Bitta agar Yo, mana bunaqa narsa-da, full marja demas ekanda. 70% depozit derkanda, nimaga desangiz, mashqda full marja kirasiz-ku. Full marja kirsangiz, bu bundoq pastga yursa, boricha kirib olsangiz, bundoq yursangiz yo'q qilaydi-ku. 50%, 60% depozit bilan kirish kerak, чтобы mana yoqqa tushguncha ko'tarib berish kerak sizni. Keyin mana уже siz tomonga yurishni boshlagandan keyin qo'shaverasiz. Keyin bunda full marja kirayotganda mana shu birinchi kirganingiz bor-ku, men boshida pastroq qancha, misol uchun Fibonacci tortib mana shu 0.5 zonadan kattaroq lot bilan kirish kerak-da, misol uchun. Biz 0.01 bilan misol uchun kirsa, bu yerda 0.05 bilan kirish kerak taxminan. Keyin tepadan 0.01 qilib ketirish kerak. Mantiqga bir xilda ko'tarilgan sari katta lot tashlaydi, misol uchun mana yoqda 0.01 dan kirib teparoqda shu 0.5 ni olib qo'shib tashlasa yoki 0.10 qilib tashlasa, mana bu yerdan misol uchun bir $50 olib chiqqan bo'lsangiz, mana bu 0.10 misol uchun bitta bozor qaytib qolsa, mana pastdan chiqqan foydangizni mana 0.10 o'zi yeb qo'yadi. Pastda birinchisini kattaroq ochib, qolganini kichikaytirib 0.01 qilib tashlash kerak. O'zi tinchgina 0.01 misol uchun biz katta summa bilan ishlamaymiz-ku. Boshida shu o'rganib ko'zi anaqa 0.01 bilan tashlash. Tamam, keldi yana tepaga ketdi. Başka bir taraflara öyle mi? Tamam, tam boss. İkimden boss. Keyin bunda o'sha Killzone'da bugün endi lag yo'q qoldi, bordi praktikada o'tirib qaytib kelib bozor yo'q qolgandi bu Amerika. O'sha Amerika sessiyasiga mana shu momentda London tugab Amerika ochilgan paytda o'zi qolganda o'zi ko'proq. Shu paytda ko'p zo'rlanmoq impulsda Amerikada boshlanadi. Qolgan parametr tillarda o'zi ko'proq ishlatiladi.
Ishlagan joyini qarang, 4 soatlik bo'lsa, o'zi vashi bitta dona svechani ichida ekan, 34 soatlik. Mana shu order bloklar masalasi. O'zi davno o'qiganda SMC'da unda take profit'i juda uzoqqa qo'yilyapti. Aytgan joyimni nima reaksiya olyapti. O'sha stop loss o'tib ketishdi. Aytgan joyimni reaksiya olib stop loss. Gap yo'q. O'xshatdimi? Tinmaymiz-da. Hozir lekin yaxshi o'xshayapti. Men endi nima qilmayapman-da, сделка ochmayapman-da. Nima qilib qo'ygandim. Просто analizdan qilib qo'ygandim. Lekin yaxshi istoriyada ham, real nimada ham zo'r. Lazaga ishlamayapsizmi nima qilib? Mana 4 soatlikni ham qaranglar, mana shunda. Xuddi hozirgi holatga o'xshaydi, ko'rasizlar? Ha. Kelyapti, undan qaytib, yorib, yana retest qilib ketdi. Qaytyapti, mana общий anaqaga Fibonacci tortsa ham 05-06-18 zonada anaqada kelyapti. Shu yerda yurgan. Razgon qiladigan paytlarda mashlarda ham o'xshasa, hamma joyda kirib olsa bormi razgonga uchida? Haqiqatan. Bu hozir ma'mini ichida ishladi, mana ma'mini o'zida ishlagan. Mana shu kichkina svechani ichida endi mamlaqa joyda razgon ushlab olsa, endi vash Instagram bilan portlatib yuboradi-da unda endi. Mamlaqa joyda ushlab qolib, ma'millarga tushib tursa, qanaqa pul bo'lib ketadi endi? Yoki kengizda ushlab olsa mamlaqa joyda. Qancha ushlab tursa. Nima, anaqasini o'lchisi qancha bo'ladi? Bu 65 punktmi? Qan? 65 ekan. Ha, 65. Namcha ekanmi? Endi valyuta paralada shunaqa kichkinada. O'zini ichi olgan ekan, hozir to'xtaylik, ko'ring. Tak, bir lotlar bilan qancha ishlaganini bilsa bo'ladi. Bir lotlar bilan kirgan ekan. Birinchisiga 10 ochgan ekan, 10 da mana shu kichkina yurganning o'zida 1000 so'm ishlayapti. $1063. Ha, bir lotlari 105, 21. Bir lotlari 105 bo'lsa 10 punkt. 10 punkt bo'ladi. Hozir bizarnikida 2 punkt yo'q. Ha, 10 lot bilan kirgan bo'lsa, bu yerda $600, ana 10 loti bir 6000 bo'lib ketar ekan-da. Ha, shunday. Bu ham shu 10 punkt, 20 punkt uchun ishlaydimi? Mamlaqada shunaqa bo'lsa kerak. Shunda to'g'risi necha ekan? 0786 zona, kuchli zona. 0786 da order blok imbalansdan qidirasizlar. Ha, bu nima bor bu yerda order blok mumkin. Kulli yo'q qo'yinglar uchun. Men bu order blok. Ha, kullida mana imbalans ekan. O'zi shunaqa nima borda? Fibonacci bor. O'shani ham narsani tashlab qo'yaman. OTF bor deydi. Gold zonali. Aynan o'sha mana bu 0786 zonada emasda. 0705 bo'ladi gold zonasi. 0705. Bor edi, menda ham adashmasam bir qo'yganmidim shuni. Именно o'sha nima bo'lishdi. Gold zona bo'lishdi, o'sha joydan reaksiya olib qaytishdi. Agar order bloklar bo'lmasa, aynan o'sha Fibonacci avtomatik nimani order blokda aniqlab berishi o'sha joyda.
order blok bo'ladi o'sha shaklachida. Hozir nima ekan? Tak, bu emas. Bo'ladi. O'zgarmayapti. Buni mana YouTube'da ko'rib o'shani anaqa qilib qo'yganda, mana 0.70 bilan nechidir 79 zonami, nechidir zona. Mana shu 7 zona-da, to'g'rimi? 0.75 bilan 0.79 zona. 0.79 mi shunaqa, to'g'ri. Xullas. 75 bilan 79 zona. Shunaqada Imbalonsdan olgan. ABCD strategiyasi xullas bir tenga qimmat strategiya ekan. Bilmayman, menga anaqa. Ham 0.5 dan reaksiya otdi kullida. Kiyotdi 0.5 dan bittalar switch qildim, sel. Kutib oladigan zona o'zi, mana misol uchun mana qarshilik zona. To'g'ri? Shunday. Nima bor yana mana 0.5 ga keldi trendga. Qarshilik zona 2 otdi. Kutiladi, yorib o'tadimi yo'qmi? Chiqdi, qaytib kirib oldi, yopildi mana shu. Taglashini qildi. Mana shuni o'zidan ham switchni yoqsa ham kiryapmiz. Mana garantiyasiz kelyapti. Keyingisi aninga ham kelyapti, prognozga ham. Necha olamiz? 131 punktmi? Ishlaydi, hamma anaqasi. Prosta to'g'ri qo'llash kerak bo'ldi. O'sha narsani ko'rish kerak. Bu sложный narsa yo'q, faqat mana shu trendlikni yoryapti. Ana modellar, razворотный modellar o'sha o'tdi-ku hammasini. W qanaqa yasayapti yoki trendda bo'lsa qanaqadir anaqa yasayapti, switch pattern yasayapti, chiqdi, kiryapti. Patternni yoryapti yoki razворотga kelib buzilyapti, trend yorib chiqyapti, switch analiz bo'ldi. Boshqa narsa, boshqa ortiqcha narsa yo'q. Yana qaysi bitta bitta kanal anaqasini ko'raylik, signal. Maniki bor edi, mana shu SMCdan narsa ketaman. Smart Capital degan. Mustashlayman. Tashab qo'ydim. Bu ham только shu order blok nimalar bilan ishlaydi. Imbalance order blok. Smart Capital bu zo'r ishlayapti bu bola. Bu ham SMCda. Mana shu xuddi bu qanday hozir ishlayotgan bo'lsa, xuddi shu narsani men o'qiganman-da, o'sha Toshkentga borgan. Prosta unda nimani take profitdan juda uzoqqa qo'yilishini aytganda, qo'yganda men o'sha ishlayapman, order bloklarni nima qilib qo'yib take profitdan qo'yaman. Aytilgan joydan reaksiya olibdi-da, lekin take profitga bormayapti. Aytilgan joydan reaksiya olibdi-da. Take profitga boryapti. 60%, 70% shunaqa aytdi. Keyin o'ziga ham aytdim, nima ham qildim. Hech narsa ham bilmay qo'ydi, boshqa narsa ham bilmay qo'ydi. Bitta shu ularni adashmasam yashirgan siri take profitda bo'lgan deyman. Mana Smart Capitalniki boryapti-ku shu aytgan joyiga. Buniki boryapti. Mana shunga nima qilaman-da, baribir bunda kulchovoy joyi bor, prosta o'sha narsani bilish kerak-da. Order bloklarni to'g'ri belgilash kerak-da, baba. Yo'q, order blok to'g'ri bo'lmasa o'sha joydan reaksiya olmaydi. U prosta yana qanaqadir kulchovoy joylari bor, qayergacha borishini biladigan-da.
Rostdan ustimda bir juda ham katta narsa kutgandim. Hech nima qila olmadim. Bunda ana Muslimda ham aytdi-yu, aktiv order blok qachon aktiv bo'ladi? O'zidan oldingi maksimumni yengilaganda aktiv bo'ladi deydi. Ha, likvidda olib tushib ketgan bo'lsa, o'shanda Ya, misol uchun boss qilish kerak-da order blok. O'zi Smart Moneyda ham o'zi mana shunaqa aytdi, mana misol uchun trend kelyaptimi? Misol uchun-da. Misol uchun Mambetdi order blok aktiv. Nimagaki bu tepasini mana buni hayni yengiladi. Ha, bu o'sha nimada trend bo'yicha ishlaydi deganda u ham. Yo'q, mana misol uchun Mambetdi order blok aktiv bundan qaytish qiyinroq. Chunki mana buni yengilamadida, chunki hayya. Agar bu yengilab ketsa, endi mana shundan reaksiya olishi mumkin. Bu yengilamadi degani nima degani bu? Bu degani bu pastga qarab qo'liydi degani. Hatto tushib ketishi mumkin. Cho'chib ketishi mumkin-da. Yoki tushda ham misol uchun mana misol uchun teparoq desa, tushsa ham mana order blokdan reaksiya olib ketishi mumkin. Buni likvidlarga tegi deydi. Xullas, nima bu Smart Capitalda ko'rsangiz, ham bayga, ham selga ishlaydi. Nima qiladi? Ham bayga ham selga ham ishlaydi. Misol bay oladi bitta order blokda to sell zonagacha, tepada ham bitta order blok bo'ladi. O'shandan signal beradi. Tepadan ham pastdan ham farqi yo'q. Ano Noxonda ham shunaqa edi. Strukturaning ichida ishlab tashlayveradi. Tepaga selga misol 4 soatlikda bay ketyaptimi? Misol uchun bay ochadi. Misol uchun mana razoroti bor. Misol uchun kichkina time frame 15 minut 15 misol 4 soatlikda bayga o'zi asosiy katta trend bay ketyaptimi? 15 da qaytishni boshladi, korreksiyasi. Bu to'g'ri mana tush kelmaydi-ku. Misol uchun tushadi, qaytadi. Mana tushayotganda ham order blok imbalansi bor. O'shandan olib yana reaksiya olib pastga tushadi, qatgacha faqat katta time frame'da order blokigacha kutib oladi. Shuni samakmadi bu. Smart Money tepaga endi realni ishlayotganini ko'rmadim-ku. Noxonda ham anaqada mana simulyatorda o'tirib olib, shu YouTube'da videolar bor. Tepaga mana bittadan bay olamiz, mana bittadan sel, tepaga ham pastga ochib tashaveradi. Smart Money zo'r, uni ham bilib prosta zo'rda, stoplari ham kichkina, tek katta 1 ga 5, 1 ga 6, 1 ga 10 o'xshab tursa. Shunday. Endi anoniki Muslimniki prosta tavakkalda anaqa topdi. Misol uchun mana bu yerdan o'syapti. Yana shunga adashdi. Misol uchun mana bu yerdan o'sdi deydi, mana bu yerga oldi. To'g'rimi? Mana bu korreksiyaga, mana bu yo'q hali yarmi deydi. 0.5 zonaga keldimi? Reaksiya oldimi? Mana shundan bosib kirib olsa ham tavakkalda o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa pastga tushib ketsa tushib ketdi. Nol zonadan bitta qaytdi. Switchni yo'qolsa, olsa mana bittadan kirsa. Switchni o'yda qanaqa bo'ldi? Mana bunda tortyapti. Garantiyaga borib beryapti. Taqillab. Anuni Xorazmlik Kolya degan bola bor, mana Z Trader, keyin Asia Trader. Ana shu bolalar shu blokdan blokka ishlaydi, order blok mana Abdulla aytyaptilar-ku. Smart Money ham hammasini aralashtirib ishlaydi. Zo'r, haqiqatan ham 1 minutlikda ham, 5 minutlikda ham zo'r analiz qilishadi lekin shular. Order bloklar bilan ishlashadi. Yangiliklarga ham aytib boradi, zo'r lekin Telegramga yo'lab olsa ham analizlarni bepul analizlar tashlaydi. Live ga savdo qilib hammaga aniq ko'radi, yordam beradi.
Keyin prop shotlarga ham anons qilishadi, nima deydi? Prop shotlarga ham skidka bilan olsa bo'ladi o'shalarga qo'shilib. Hmm. 25%, 50% prop shotlarni ham nima qiladi? Skidka kodlarini berishadi. Zo'r analiz qilishadi lekin. Noxon'ni ham Shu zon ko'rish kerak. qaysini? Noxon'ni. Nokson nima? Juda chuqurlashtirib yuborganda, lekin zo'r Ha, o'tadi. uja bosh olib borgan. Yo'q, Juda chuqurlashib ketganda. Qiyin Boshida o'tirdim, boshida ko'rib o'tirdimda, shu Smartga rosa qiziqardim-da. O'sha bolam videosini ko'rgandan keyin ensam qotib ketdi. Vash chuqurlashib borgan. Indusmentni yechdi deyaveradi. Indusment qaysi Ha. birinchi? Inducement nimaku birinchi maksimumni o'sha yechgan bo'lsa, meni misol uchun Mana qarang, mana. deydi. Mana tushib yotdi. Ana shu Qaytdim maksimum. Ha. Mana oxirgi inducement mana hisoblanadi. Ha. Buni yechmaguncha mana minimum tasdiq olmaydi. Inducement yechgandan keyin inducement yechgandan keyin mana shuni minimum bo'ladi. Oxirgi minimum inducement deb turadi. O'sha Bunday. Kuchli maksimum, kuchsiz minimum, ana shunday anolar ko'p men o'qiganman uni. Video anolarni ko'rdim. boshlash bo'ladi. YouTube'dagilarni. Boshlash bo'ladi. Foydali bo'lsa zo'rda, men qiziqaman. Kirib borli narsa bo'lsa toshni bo'ladi-da. Unga o'qish kerak. Keyin Discord'i bor uni. Discord'iga analiz tashlaydi $100lik. O'shanga Men bu Toshkentda bitta anaqa qildi. Bu yig'ilish qiluvdi, boruvdim. Dubayga ketishidan oldin. Keyin Discord'iga qo'shib qo'ydi. O'tdi bolalar men bir oy shu VIP anaqasiga qo'shdi. Endi qaramadim, payt ishlamasdim men unaqada. Kriptoda yurardim. Qarayman, hozir ham bor Discord'da. Hozir ham bormi? O'sha VIP emas-da, umumiy anaqasi bor, signallar tashab turadi. Hozir kirib ko'rsatayman hozir bir minut. VIP zo'r ekan lekin. Pulli. Hozir bir minut. Hozir nima ko'ryapsizlar-da? Shu pattern ko'rinib turibdi, shu support resistance. Grafik. Cho'cha bo'lgan ekan do'st. Ko'ryaptim? Ha. O. Mana 90lik. Nima deyapti? Tak, yangiliklar. Shu YouTube qo'yayotgan videolarni qo'yib turadi. Qoidalar, analizlar mana bu yerda. Darsliklar ham bormi? Mana haftalik analizlar. Darsliklaricha mana shu YouTube videolarda anaqasida pullisida bor lekin. Mana shu YouTube videolarda ham ancha narsa gapirgan. Mingta narsa bor. Umumiy chat. O'tiradi bolalar nima gap, nima bo'ldi. Analizlarni tashlaydi. Video mana oxirgisi. Buy side. Boshlash turadi bular. Mana bular zo'rishgan. Liquid keldi. Mana tepadan selga o'tdi, pastdan bayga o'tdi, mana shunaqada. Shunday. Mana shunisi mazada. Ham tepadan, ham pastdan. Yana. Har bitta joydan ishlasangiz. Pastdan tepaga, tepadan pastga.
Order block, imbalance, order block, buy side liquid, to'chqo'llar liquid yana endi kutyapman bittadan kelib liquidni olmabdi ketadi. Buni kursi nechi pul ekan shuni? Buni короче $1000 kursi bor edi. Onlayni 500 midi? Qanchadir degdi-da, menga individualni o'qitasanman desam 1900 Toshkent Cityda ofisimiz dedi, keling 1900 mi shunaqa dedi o'sha paytda. Unda vaqtim bo'lmadi demak. 1900 ga ana individualni birga bir o'tirib o'rgataman dedi o'shanda. Keyin bir shu yig'ilish baribir o'zi bilgan narsalarni o'rgatadi-da. Keyin bir shu payt boshqa vaqtim ham yo'q edi. Boshim achdi, o'z kallaga kirmas shu payt. Keyin bir yig'ilganda bordi. Yunusobodda aniq qildi. 30 ta 40 ta odam bordi. Robotlarni reklama qildi. Shu robotga qiziqdim-da men, robotning anaqadan o'ta ikki xil roboti bor ekan. Real shotda ishlaydigan, keyin prop shotda ishlaydigan. 100 millik bitta prop shotda primoy o'sha ekranga uladida katta anaqaga. 100 millik prop shotda bir 20 minutda короче 112 ming qilib qo'ydi-da. 12% o'tib qo'ygan. O'tdi dedi. Bo'ldi. Keyin men bu realga ulasa o'laydim desam bo'lmaydi dedi. Anonisi realga anaqa qiladiganni, yo'q, prop shotdan o'tadiganni sotmaymiz dedi. Real shotnikini sotaman dedim. Shunaqa $1000 mi shunaqa payt, shunaqa deyapti. Keyin bular Dubayga ketib qoldi. Shu bilan keyin gaplashmadim ular bilan. Lekin zo'rda smart money baribir. Men Muslimda yomon bir ko'nglim qoldi. Bu shunday narsalarni o'rgatadi deb turdim. Sabr qiling, qani hali oxirigacha boraylikchi. Yana biror narsa ilib qolamiz. Yo'q, men oxirini ham so'rab nima qildim o'qiganlardan. Oxirini so'rab nima qildim? Oxirida hech qanaqa nima o'rgatmaydi dedi. O'sha o'zimiz bilgan shu oddiy strategiyalar dedi. Oxirida qancha depozitga qancha lot ochishni o'rgatadi dedi. Bo'ldi, boshqa hech narsa o'rgatmaydi. Shunaqa dedi. O'qib chiqqan o'sha nimalarni gaplashdim dedim-ku. Pul yo'q deyapti. ABCD'sidan ko'ra mana foydaliroq bor-ku. Smart money. Gruppaga tashladim. Hozir. Breaker block, support resistance, head and shoulders. Fix block preday. Men tegidi BBMani bo'yicha anaqa bu. Mana men anaqa BBMani o'tganda tushuntirib. Hozir yana bitta kitob bor edi, hozir tashlab beraman. Tak. Qaysi ekan? Promo kod degan ekan, promo kodni sotakanmi deyman-da. Kim? Rayhon opa tayyorlarlar-ku. Noxon Fix'dan nimasini. Bitta screenshot tayyorlarlar. Black Friday degan. Prop shot sotib olib, imtihonidan o'tsanglar, plus yana bitta xuddi shunday shot qo'shib beradigan promo kod. Bitta o'q, plus ikkita quyon.
foydalanib qolish tavsiya beraman vaqti chegaralanganiga. Nokson fix istoriyasi bo'lgan. O'sha promokodda nimasini ustini chizib qo'ygan. Mana hozir bitta kitob tashlayman-da, qaranglar. BBM bo'yicha bu faqat. BBM bo'yicha BBM bilan kelgan ana ssenariy deydi-ku. Esinarmi? Esinar. O'shani solishtirish. Esinar bilan birga ikkalasini olib ketishdi. Mana shunda ana qiling, ochib ko'ringlar. Full margin trader. Hozir men Muslimdan keyin mana shu BBMga kuch beraman deyman hozir. Mana shunga tayyorgarlik hozir men bu kurs anaqasiga qo'shib qo'yaman Malayziyaliklarniki. Har kun tashlab berdim-ku senga Abdulla ishlayotganlar. 20 ming bilan 200 ming laqta jo'ya. Ha, tashladingiz. Kasmidan suv qo'yib. Mana shuni ham kitob o'sha gruppasida silkalar tashlab beryapti. Mana shunaqa kitoblari bor ekan. Mana men bilan hozir tepa tashlaganlarim. O'sha bir ko'rish kerak. Mana bunda hozir esnardi. Mana anaqani hozir ABCD deyapti-yu. E'sida o'xshab qoladi, B'sida unaqa bo'lmaydi. Undan ko'ra mana esnar yaxshi-da, konkret urillarda nima bo'lishini ko'rsatadi. Shunday. Bizdagi Bollinger Band bilan esnarda kombinatsiyasi zo'r ishlar ekan. O'zicha nima desam, hammani o'zini bir pozitsiyasi bor-da, o'ziga yoqqan tomoni bor. Misol BBMga shunday bir murakkab narsa, BBM u narsa qanday murakkab bo'lsa ham sizga yoqadi, misol. Samatmanidan ozodda. Sizga shunday tuyuladi-da, lekin men uchun BBM juda qiyin narsa-da. Lekin smart money desa, qancha murakkab bo'lsa ham shu o'rganishni xohlayveraman-da. Qancha ma'lumot olsam, shuncha nima deydi, xursand bo'lib ketaveraman. Bemalol olgandan yana olgim kelaveradi ma'lumotlarni. Murakkab bo'lsa ham kirib. Xuddi o'shanday narsa Muslim ham unday u qanday desam, unday murakkablashtirmaganda spokойно o'zimga misol 10 tadan bittasi o'xshasa ham 20 tasini foydasini olib chiqib deb oddiygina qilishlar. Shunaqa. Keyin men o'ylab qoldim, hammani o'zini bir taktik nimasi bor, strategiyasi o'sha bo'yicha ishlaydi. Atak mana shu ikki tomonlama olib ketsa, har birimiz o'zimiz yo'nalishimizni topib ketsa, nimada ishlashdir zo'rda. Men Muslimdan kutgan narsam smart moneydan ham bir kuchliroq, toshni qayerdan qayergacha borish narsani o'rgatadi deb o'ylagandim-da. Kirish va chiqish tochkasi deganki, men o'sha tochka degani ham juda ham qattiq qiziqqandim. Kirish endi o'rgatmayapti desa ham noto'g'ri-da, o'rgatyapti. O'rgatdi-ku. Endi men kutgan darajadagi bir kuchli ma'lumot emas-da. O'rgatmayapti desa ham noto'g'ri, lekin o'rgatayotgan narsalari o'sha narsani to'g'ri topsa 100% ishlayapti. Shunday. Endi 100% emas u, mayli bir 70-80% ishlayapti. Lekin misol uchun ana hozir strategiya topding-ku, o'zing o'ylab, misol uchun order blokdan 10 punkt, to'g'rimi? Xuddi uniki ham shunaqa Fibonacci'dan bir zonadan 1618 gacha garant deyapti-ku, bo'ldi. Garantga boryapti. Mana senda ham 10 punkt yurib beryapti-ku. Unda ham o'sha garantiyaga 100% boryapti. Shunday. O'sha garantiya boryapti haqiqatan. Bo'ldi, o'sha narsani bilib olgan. O'sha switchni analiz qilyapti yoki o'sha pattern qilyapti yoki o'sha razворотный model yasaganda trendlilarni yorganda o'sha neckline o'sha oxirgi maksimumga misol uchun bitta liniya tortib olib turib yordi kiryapti. Faqat qaytganida Fibonacci tortib qaytganda 05-06-18 larda bosib tashlayapti shu anaqa o'zi razgon qiladigan o'sha switchno'da ham o'sha
поглощение qilgandan keyin bir zonada majburiy kirish bo'lsa, shu qaytib 0605 0618 zonada bu razgon to'shib ketdi. O'sha joyi bosadigan joy kirib. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'xshamadi. O'xshasa maza. Haqiqatdan ham. Endi uni misol uchun ertaga kurs tugagandan keyin o'rgatmadi, ani kun jahli chiqib gapirdi, kirib sasi birinchi qaysidir darsida. Kimdir u misol uchun uni yomonlash ham noto'g'ri narsa deb, misol uchun o'rgatdi. Yomonlash ham noto'g'ri, ha, to'g'ri. Yo, prosta men yomonlamoqchi emasman. Nima deyman? Men kutgan natijadagi narsalarni boshqa narsa, yengillik qanaqadir bilmagan narsamizni o'rganamiz deb o'ylaysan-da. Ha, shunday, ha. Shunaqa deb o'yladim-da. Shunaqa. Lekin $1000 narsa emas haqiqatda. Haqiqatdan ham-da shu. Buni bitta anaqasi, men o'zi hamma kursdan bitta olinadigan narsasi bo'ladi-da o'zi. Ha. Bundan men bilgan narsam shu razgonda shotini 10 taga bo'lib olib, 10 tadan ikkitasi o'xshasa ham foydada chiqib ketish. Shu men buni kursidan olgan narsam shu. Qolganlarni bilmadim, nima oldi o'rgandim. Misol uchun undan oldin Arashibda nima o'rgangandi, kriptovalyuta, shu Binance o'rgandi. Undan oldingisida endi aksiyalar bor, albatta keyin VSA bor, volume spread, объемlar bilan ishlaydigan, bu ham bir o'ziga shu ham qiyin. Qanaqa hammasini o'zidan hamma kursdan bitta nimadir olinadi, yengillik. Bunda men misol uchun Muslimda misol uchun Fibonacci o'zi umuman ishlatmasdim. Mayli Fibonacci'ni o'rgandim deyli o'zi. Fibonacci YouTube'da qaralyapti-ku. Ha, bu YouTube'da. O'sha narsani misol uchun olmasa, bundan olganman, kursdan olgan narsam shu faqat razgon qilib ishlar ekan o'zi ham shunaqa pulni $3,500 bilan hozir $22 million puli bor. O'sha bola. Ha. 22 million. 3,5 mingdan olib chiqqanman dedi. 3,5 mingdan endi o'zi kalkulyatsiya qilgan taqdirda misol uchun $3,500 deyli. $3,000 misol uchun 300 dan emas, bir $150 dan razgon qilganda ham 20 ta shotdan 5 tasida to'g'ri topadimi? Ha, 5 tasida to'g'ri topadim. Yaxshilab misol uchun bir 4 ta tasdiq, 5 ta tasdiq urovень Fibonacci balobatdan qilganda ham 5 ta emas u. Misol uchun 20 ta shotdan 7 ta 8 ta topadi deb bo'lmadi deganda. Ha. 5 tasini topganda ham misol uchun $150 dan kirgan marjasini 10 barobar olib chiqib ketadi-da. Ana, bundan o'zinglar o'ylaylik. Misol uchun $2,000 22 ming, 23 ming qilyapti. Bir $1,000 shotlar bilan 5 ming, 10 ming chiqib 10 barobar qilyapti-da. 10 barobar qilyapti. $150 dan misol uchun 10 barobar 1,5 mingmi? 1,5 mingdan 5 tasi 7,5 ming pul bo'lyapti. 3 ming puldan 7 ming, 7,5 ming pul chiqib ketadi. Endi 7 ming, 7,5 ming pulni nima qiladi? 7 mingni misol uchun уже bir $300 shotdan kiradi, to'g'rimi? 20 ta shot qo'ysan, 20 ta shu $300 dan уже necha pul? 3 mingdan уже 5 pulini двойной ko'payib ketadi. Agar misol uchun 20 ta shotdan 10 tasi o'xshab qolsa, baxt kelib, omad kelib, уже narvani pul ko'tarib, osonda pulni ko'tarib olish. Shunday. Endi nima qilamiz? Ma'lum, kursni tugatamiz. Yo'q, Endi faqat derslar hozir masalan kecha o'sha 2,5 mingga 28 mingmi qildi. Bu bitta bo'lmadi u narsa. Bir kunda 5-6 ta nima analiz qilganmiz, hammasi o'xshab berdi. Hammasi ketma-ketiga o'xshab berdi uni. Ya'ni kuni men o'zimni oldimda, o'zlar bilan birga o'tirib, ikkita shotida o'xshamadi. Tillada ham, anaqada ham. Tillaga kirdi, sel oldi, bayba o'tib ketdi. Yana nima qaysidir paraga kirdi. Unda ham bay oluvdi, pastga tushib ketdi. Euro JPY mana qaysi bo'ldi. Mana urovingga keldi, 5 minutlikda qarab o'tirdi, W ga o'xshab turdi-da. Ochdi, 10 lot bilan ochdi. 10 lotdan 2-3 ta ochdi, keyin 1 lotlar bilan ochdi yana. Bu riskovanniy joyda o'zi yorib chiqishini kutishim kerak edi-da, Niklayni o'shani.
W desagan bo'lsa tepasini yorish kerak, razворот bo'lishi kerak, maksimum yengilash kerakda. Hozir anaqa riskovanniy kiraman dedi, endi uchrog'idan ushlab oladigan maqsadda pastroqdan. Tirsiz ochdi, bakavik yurdi ancha, bir soat yurdimi, qanchadir yurdi, oxiri pastga oqib ketdi. O'xshamadida. Haqiqatdan ham. O'sha aytyapman, endi bas kurs tugagandan keyin ham misol uchun shu gruppada analiz qilib, misol uchun men trendlikni, men balobatlar, men Fibonacci 0.5-0.6-0.8 kelyapti, men to'g'riyim bor. Gruppaga hammamiz analiz qilib tashlab, shunaqa bir-birimiz bilan aniq turishimiz kerak. Mana shu zo'rda asosiysi birga ishlasa institutdan katta yutuqi. Bir kishi analiz taylasa ham 10 kishi o'shani ko'radi, tekshiradi. Qayerda nimasi bor, nima yo'q. Misol bitta parada analiz qilib bo'lsa 3-4 kishi men bu yoqdan bunaqa tasdiq topdim, bu yoqda bunaqa tasdiq bor, bu yoqda qaytishi bor deb o'sha o'zi ko'rmagan joylarini bir-biriga aytadi-da, ko'radi. Komanda bo'lgan yaxshida baribir, komanda zo'r. Aynan Muslim strategiyasi bo'yicha. Muslimnikida-da. Kimdir switchni topadimi to'g'ri, kimdir Fibonacci Ya, o'yinlari switchnoy ham qayerda topiladi? O'sha Muslim o'rgatgandek Urvilladada, keyin yo'q, shu order blok kelganda anaqalar topiladi-da. Muslim ham o'zi yomon narsa o'rgatdi. Oddiy klassik narsalar yo'q, lekin o'sha narsani to'g'ri ko'ra bilsa, ishlab ketadi-da. O'sha boshida aytgandek texnikani o'rgatdi-da, strategiya o'rgatmadi, texnika. Lekin mana kechaganda tallada, lekin mana bitta order blokda yomon ishlab ketdi. Ha, 1 soatlikda. Ha. Uchidan. Bu juda yomon ishlar. Emindan shu joyga M5 yo boshqa time frame o'tib qarasangiz, o'sha joydan ham bitta order blok bilan o'sha order blokdan olib ketgan bo'ladi. Yetim switch qoldirganmi yo? Bu yerda misol uchun mana M5 da o'sha yerga kelsa, anaqa bo'ladi-da, Muslim manaqasi. Eminda o'sha momentda misol uchun o'tirsa mana W bot. 1 2 3 yordi. Mana bu yerga decline chiziladi. Qaranglar, mana shu yerda ham o'zi nechta tasdiq bor. Trendlikni Anunda kamera o'chirilgan turibdi aka. Ko'rinmayapti bizga. nima ko'rinmayapti? Ekran. Yo, ekran menda ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Bizda yo'q, o'chdi hozir qayta. Qolganlarda ko'rinyaptimi? Ha, menda ko'rinyapti. Endi chiqdi. Qarang, men 1 soatlikda order blok kelganini ko'rsatyapman. Uchida mana bu order blok uchida kirgan. Endi 5 minutlik olib qarasa o'sha joyga. Besh minutlikda trendlikni chizib tushyapti, 5 minutlik. Keldi W bot, to'g'rimi? Mana bu tepasiga neckline chizadi mana bunisiga. Shunday. Neckline yorgan switch mana bu. Muslim strategiyasi bo'yicha Fibonacci'ni tortib, minimumga tortamiz. Mana bundan kirish zona boshlandi. Mana bu razgon joylari. Bitta razgon qilmasdan kirgan taqdirda bitta bo'tdi. Neckline'ga testida ikkinchisi 0.5 bilan o'z 0.8 bitta joyga kelib qoldi. Bunda bitta kirish, ikkinchi kirish, 3ta kirildi. Ketdi shu bilan o'yisini keldi.
Hammasini o'qigan. Hmm, Shunaqa shu olsa bormi? Razgonda shu olsa bormi shuni? haqiqatdan juda bir katta narsa-da. Razgonda shu olsa bormi? Haligidagi bir lotlar bilan kirsa. So'lavar, anaqa necha bo'lib ketadi? Hozir Ashga tushadi. 3600 ekan. 3600 bo'lsa 360 nimada punkt. Bir lotlar bilan bo'lsa qancha bo'ladi? Hop, bir lot bilan bo'lsa, bir lotda 3600 bo'ladi. Har bir 3600 dollar bo'ladi. 001 dan bo'lsa-chi? 001 dan bo'lsa 360 bo'ladi. Yo'q, 36 bo'ladi. 001 danmi? 36 dollar. 30 ta 40 ta ochsa yaxshi bo'lib ketsa kerak. 001 danmi? 10 ta ochsa 0 bo'ladi. 360 dollar bo'ladi. 20-30 dollarlik shotlar bilan. Misol o'sha nimasiga qarab, stop lossga qanchaligiga qarab, bitta o'lchab nima qilsa, razgonga qo'yib yuborsa, Endi mablag' qilish kerak ekan. Fibonacci'ni nima qildingiz-ku? Tortdingiz-ku qo'yib joydan. Ana shu Fibonacci'ni 1 dan 0 gacha necha punktligini ayting-da. O'sha nimasiga qarab hisobini aytaman. 1 dan 0 gachami? Ha. 676. 676 bo'lsa 67 punkt ekanda. 67 punkt bo'lsa 20 dollar uchun 20 dollar uchun qancha bo'lsa? Ovqat yedim. 003 normalniyda. Qancha shotga? O'sha nima 20 dollar nimalar? 25 dollarlik. Voy 003 bilan olsa. Shu 2000 bo'lib ketib qoladi-ku oylar. Qancha? 2000 dollar bo'lib ketib qoladi deyman. Yo, men hozir nimani hisobini oldim-da, stop lossini qanchacha 0 gacha ushlasa bo'ladi deb. 003 stop lossgacha bemalol ushlasa bo'ladi-da. Uni ayog'i 003 bilan hozir hisoblasa, bunday ko'p pul bo'lmaydi. 120 dollar bo'ladi. 300 Mamlaqa narsa-da, razgonda. U 20 dollar ushlab o'tirmaydi-yu ular. Ya mana shu 1 dan 0 gacha 003 lot shotni 0 gacha ushlab beradi-da. Hop. Mamta kirdi. Uchta mamta bitta ikkita kirdimi? Uchta kirdimi? Bu razgonda mana foydaga kirishni boshladim, bosaveradi. Taqillatib, u pul qo'shilaveradi, u yana tiqib tashlayveradi, qo'shilganini. Bosib tashlayveradi-da shunisi. Taqillatib, misolcha, mana mashta misolcha 20 dollar bilan kirdim, mamka chiqimchi 20 dollar bo'ldimi? Misolcha 40 dollarmi? Uni dash 40 dollarlik tiqib tashlayveradi anaqasi. Endi bunaqa yurib ketishini bilmaydi-ku. Bu mametlarda chiqib ketib bo'ladi u. Bunaqa ko'p 20-30 ta kirganda уже men 1618 o'zida olib boradi-ku bu odam shaytonlar. Shunday. Kim bor nimadan 1618 donadan rak solib pastga tushgan ekan-ku. O'zi yod taylasa kerak. Mana shu bir soatlik ketyaptimi? Mana shu order bloklarni chizib ketirish kerak ekan grafikda. Mana bu yetim svechalar belgilab qo'yish kerak-da. Kelib qolsa 5 minutda o'sha yerda
xuddi hozirgi holatga o'xshab ham yasaganku Mhm. 5 minutliga olib razvorotini kutib bosish kerak. Hmm. Order Ana, block nima bilan bo'ldi? Hozir. Ozgina yetmaydi ekan. O'tdi 5 minut deydi, nima bo'lgan ekan? Yetmaydi ekan. Yemayapti. Voy, men bitta bay oldim. Yorib ketib qoldim. Hmm. $25 shot bor edi. Men bittalar keldimi? Qanaqa qildi va o'tolmadi. Kutdim bu ketarmikin dedim, yo'q, bab uyga kelib Hmm. grafikka qaramadim-da. $25 realniy shot edi. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa quliydi dedim, yo'q, men bitta yorib tushib ketdi bab. Yaxshi ushlab turdi ham bu uyga. Ha. Endi qaytib chiqyapti. Haqiqatan. O'zi bayga ketaman debdi, keyin farq tushib ketdi. O'tolmay turdi ancha. Ha. Bu bay ketsa kerak dedim. Ochuvdim rosa bir $25 nechta bir 10 ta ochdimmi? Shiqillatdi, qolganini ushlab turdim. Shunday. Nega order bloklarni chizib qo'ygandim, order bloklardan ikkitasi o'xshamadi, lekin 5 ta 6 tasi o'xshar o'sha joyda o'zi. Kuzatib qilganda 10 punkt o'sha garantiya exploit urib chiqib ketdi. Keyin men ham qaramay qo'ydim. Mana order bloklar. Okay. Уже nima urib bo'lgan. Oldin ham bitta pasta bor ekan, u imbalansdan qaytib ketgan. Keldi ABC, короче, ABCDC yemediyansi, bo'lmaydiyansi degan xullas. Qarash shart emas ekanda. Uni men boshim ortmadan ko'rdim, ensam qotdi. Demak, video qilamiz hop shuni dedim. Kelajakda. Lekin o'zi ham topib bera olmadi. Qani topinglar ABCDni dedi. Skilab o'tirdi. Men sizlarga ishlaydigan holatini bilasizlar o'zi deyapti. Ko'p 100% Else ishlaydi. Uni bilamiz. Trend tushayotgan bo'lsa, misol uchun tushdi, qaytib o'sha anaqa qarshi zonaga kelib ketadi-ku, yana tegib biroq ko'p klassik o'zi. Hani BCDlarni ko'ringlar dedi. Men sizlarga ishlamaydigan holatni ko'rsataman-da. O'zi ishlamaydigan holat ko'p-ku, men uroving chizadi, tepaga chiqib ketadi, yorib bu yoqqa o'tib ketadi. Shunaqa holatlarni bilinglar degan. Va bo'pti. Prosta bu nimani muslimni kursidan olgan narsam nima bo'ldi? Kung Fu Panda bo'lki, hamma narsani nima qilib trenirovka qilib, polni urgani o'sha ajdarho janchisi bo'lish nomani oladi-ku, bilasizmi? Chidish o'zini ko'raryapti. Ha. Xuddi shunday narsa bo'ldi-da. Sirli narsa kutganimda, juda kuchli narsa kutgandim. Qarasa eshitdimmi, yo'q. Hammasi o'zim bilgan. Fibonacci to'g'ri tortishni o'rgandim. Suyishni analiz bilan. Suyishni analiz bilan qildim. Mani o'rganmadi emas, o'rgandi. O'rgandi, shunday o'rgandi. Hozir fikr endi yomon emas, yaxshi. Men eng katta o'sha olgan foydam nima bo'ldi? Sirli masalliqda o'zi yo'q degan narsa bo'ldi-da. O'sha men kutgan narsa masda bozor mohiyati shunaqa oddiy, soddaligini oxiri bir tushundimda, tan oldim. Nima
kimdir aytsa ham 90% trader bo'lolmaydi odam, trader bo'lolmaydi. Bunday desa, bo'lmagan gap deychidimda. O'zini baribir sirli nimasi bor, toshgan narsasi bor. O'sha narsa bilan ishlaydi. Uni o'rgangan odam, luboy odam ishlab keta oladi deb yuraverishidimda. Ana ularni razgonlarini ko'rishdim. Tashlayman-ku, $5 500 600 qilib tashlay, yurayotgan joyini o'zidan. Xuddi shunday toshga vxodlari bor deb o'ylashidim. Qarasangiz, Mana tushuntirgan-ku, bor ekan-ku. Ha? Bor ekan-ku, tushuntirgan-ku. Demak, ko'p kishi mana switchning analiz bilan kirishdan o'qimaydi lekin. Ha, switchning analizni menga ham yoqqan joyi shu bo'ldi, birinchi dars switchning analiz. Lekin qolgan hamma narsani siz ham men ham bilamiz-da, shunga aytaman. Ya, zo'r gap-ku. Qo'llamaganmizda endi qo'llaymiz shunday Ha, qilib. qo'llamaganmiz, ha. Bu bizga o'sha texnikani o'rgatdi-da. Yaxshi bo'ladi, xohlasa nasib. Shunday nasib. Уже garantlik prof ko'rdimmi nima bo'ladi? Qatta nima bo'pti? Ha, siz hozir chizgansiz yo kichkina time frame o'tdingizmi? Grammatlik-ku. Bozor Amerika yo'q bo'ldi, o'shaning uchun mana bunaqa g'alati yuribdi, ko'rasizlar. Ha. Mana yetim sveja bor-ku. O'shani ham o'zi anaqada nimadir deylar ekan, bu ham oti bor ekan bir bola. Kecha qaysidir bitta kitobda ko'rdim shuni. Voy gruppaga tashlaganimda. Yo'q. Mana bor. Mana shuni topib tashlab qo'yaman sizga. Bitta ko'rdim shu kitobda. Mabodo anaqa jumla tutaman deganlar. Nima bu? Ano, kirayotgan, chiqayotganda hech bir foyda qildi. Pulli kurs to'ldirsa mabodo kimdir. Qayerda kiryapti, qancha lot bilan kiryapti, hech bir pul bilan kiryapti, hech bir foyda qildi, depozit ko'tarilib boradi. Jurnal. Ochib qo'yaman. Odamni kitobini topolmayman hozir gruppada ko'p narsa tashlaganda anaqasi.
Topolmadim. Topsam tashlab qo'yaman shuni. Shunaqa modellarni ko'rsatganda, ko'yam modelli, har xil modellar yozilganda o'tdi. Tak, $100 bilan $200 001 da 5 ta 10 ta kirish kerak ekan full marja kirayotganda. $200 bilan birdan $300. 5 ta 10 ta 5 dan 10 tagacha kirish kerak ekan. Mana anaqada 001 da. ha 001 dan. Ya standart akkaunt ekan bu anaqadagi. Just Forex standartida, ano prosida mancha ko'proq kiradi. Yo proda ham xuddi o'shancha pulcha bergan. 200 dan 300 gacha 002. Tak. Qaysi shu Muslim o'rgatgani yo boshqa? Ya men full marja aytganimda. Ha, kitobda. BBMda. Anaqa narsalarni tashlab o'tiribdi. Qisqilib kelib. Ani kuni mashta xuddi mana shunaqa anaqa bo'ldi 5 minutlikda tillada tushayotganda. $4 bilan mashta $40 pul bo'ldi shu yerdan ochganda. Tami to'rttada $10 dan ishlandi 001 dan ochganda. Buni Malayziya tilida yozganmi? Ha, Malayziyada ingliz tilida yozishyapti. Yo, bu ingliz tili emas ekan. Bu boshqa. Malays tiliga ham malays tili. Telegramda o'zini anaqasi bor, sirasi shu chatimda ustiga bossa yozgan tarjima qilib beradi. Любой tilda tarjima qilib tashirgan. Malayziyani rus tiliga ham, ingliz tiliga ham, любой tilga tarjima qilib bersa bo'ladi. Shunaqa tarjima qilib beradi. Tushunmaganimda bosaman nima deyapti buni deyman. Amallab o'tirmaydi ular gaplashib. Ha, yaxshi. Mana bu grafikda hozir ko'rinib turgan yetim svechadan bitta kichkinagina yetim svecha bor ekan. O'shandan reaksiya olib ketganmi deb yomon tushgan ekan. Mana tilida hozir ko'rsataman. Tilida hozir. Kechagina shunaqa bo'ldi. Ama ekranni ko'ryaptimi sizlarda? Ha, ko'rinib. Leşmetliyle katta oldu. Bugün gene. Mana mashta bo'ldi. Mashta o'shanga o'xshagan holat mana yemasi ham shu yerda. Men moving average 50 si bor, ammo o'rtasi shu yerda. Hammasi qisqarib qo'yindi, bakrik bo'lib. Mana mampdan boshlangan. Mamplardan boshlandi. O'shanga o'xshagan holat siqilib turib bitta o'qtida. Rasmdagi o'xshagan holat. Bitta o'qib tushib ketgan normal.
Namasida o'shanga o'xshayapti yaniga. O'zi 4 soat mana bunaqasida BBMda xuddi o'sha narsa bo'ldi. Mana o'zi strukturasida ekstrem bo'lgan. Mana bu moving average 5 bor-ku mana tepadagi hayniki. BBMni tepasi Bollinger Band tepasidan chiqib ketganda ekstrem bo'lar ekanda. Ekstrem deyiladi. Impuls bilan chiqdi. Mana bu moving average ham Bollinger Band ustiga chiqib ketib qoladi. Bu qaytib bu yerdan tepa vajib degani mana pastki moving average'ga kelishi. Hatto kelgan. Bundan keyin yana dashi impuls bilan ketish kerak. Impuls bilan ketmasa bu MVH deydi. Ob'yom yo'qoldi deyiladi. Bu mana bunday ketmasdan mashina tepasida mana bo'lib qolsa bu уже ob'yom yo'qoldi deyiladi. Undan keyin shu 5 minutlik, 15 minutlik, 1 soatlik olsa 1 soatlik anaqa narsa bo'ladi. Emga o'xshagan narsa bo'ladi. Razorotniy anaqa pattern. Mashtada mana tepalaridan уже sel oladigan paytda kirib tushadi. Mana reentry degan joylari yana. Xullas buni ham o'rgansa zo'r joyiga kirsa. Shunday. Hammasini o'zi birlashtirib kerak-da. Bilgan. Misol uchun oddiy Bollinger Band o'chirib olib o'zidan anaqada olsa ham analiz qilib turib nima bo'lyapti? Misol uchun qaytyapti, order blok chizib, balobatdan mana kiramiz selga deb kutib, plus mana buni ham qo'shib chiqdi ekstrem bo'ldi, mendan qaytmoqchi deb. Tasdiq olish shunday bo'lyapti. Shunday. Endi hozir nima bo'lyapti tilla endi mana shu yerda yurib, mana trend liniyaga kelib, mana shu uylardan bitta reaksiya oladi deb mana shu tepaga. Agar yorib o'tsa pastga trend liniyaga kelyapti hozir bu. Bugun bozor bo'lmaganiga shundan ajrashib qoldim. Bunaqasiga ham trend liniya tortib turamiz. Ashga kelib 5 minutlikda yorsa o'zi bunday tepa 1 past 0 dan niqsa 0.5 dan reaksiya olib pastga tushib ketyapti-da. Hamdami? Hamda ham o'zi 0.5 kelgan. Hamda tortsam. Shunday. Bu uchburchak yasagan ekan, bunday qarasangiz. Chiqolmayapti-da hozir mana shundan endi dushanbaga ertaga ham ancha bilmayman nima bo'ladi. Ertaga yurib ketadi tepaga. O'z Fibonacci'chi nechigan? Nima bo'lsa shunaqa gaplar. Yaxshi. Ertaga menimcha yangi dars yetim svecha yoki qo'yan pattern bo'ladi. Bu o'sha zapsda eshitib qolgandim. Yetim svechani qayergacha borishini biladi treyderlar deydi. O'sha narsani ham o'rgatsa kerak-da. Yetim svechani bilmadim. O'zi shunaqa degan ekan. O'sha zapsda shunaqa degan-da. Balkim nimalardir deb qayergacha borishini biladi treyderlar deb gapirdi. O'shani o'rgatsa kerak endi. Yetim svecha o'zi drop base dropmi degan narsalar bor-ku, rally base rallymi bir degan bor-ku.
Ha, ha. Shu narsa ekanda o'zi kichkina time frame olsa shunaqa bo'lgan bo'lar ekan u yerda. Shunday. Mayli, bo'lmasa ertaga Mayli, xudo xohlasa. Kecha yana ertaga diktofonni aniq qilaman. Telefonimda yozaman endi sekin. Rahmat, yaxshi dam olinglar. Mayli, Xo'p, sog' bo'linglar. Charchamanglar, yaxshi dam olinglar.